Assalomu alaykum. Mana bugungi kotyolimiz Baymak kotyolimiz suv bermasdan kotyol ishlamay qolganligi sababli kotyolimizni chistkaga olib ketyapmiz. Mana sistemalari, suv aylanadigan turbalari, yo'llaklari hammasi to'lib qolgan. Buni chistkalardan keyingi holatlarini qo'yib sizga batafsil ish jarayonini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana kotyolimiz chistkadan keyingi holati. Polностью trubkalar, patrubkalari hammasi mana bu sistema suv aylanadigan sistemalarni chistka qilib video davomida qo'yib boramiz. Xo'p, bu kotyolimizda nima uchun shunaqangi holat bo'ladi degan savolga bizni Surxondaryo viloyatida Termiz shahrida o'sha yerda suvlarimiz sho'rligi ozgina sababli kotyolimizda ko'pincha shunaqa holat ko'p uchraydi bizda. Xo'p, buni har 1 yilda yo 2 yilda bir chistka qilib turilsa, bunaqangi holatlar kamdan kam uchraydi. Chistkadan keyin rasxodlari kamayadi kotyolimizda, gaz rasxodlari ham kamayadi. Polностью sistemasi yaxshi ishlaydi. Ko'p kishi aytishi mumkinki, u mana hozir ham kotyolim ishlab turibdi-ku degan savollar bo'lib qoladi-da. Mana shunday chistka talab bo'lib qolgan holatda ham kotyol ishlashi mumkin. Ishlagan holatda ham lekin rasxodi ko'payadi. Polностью sanliklariga, o'rtadagi gidroblok, radiator degan joylarga, o'sha joylarga nagruska berib, rasxodi ko'payishi mumkin. Shunaqangi holatlarda, shunaqangi muammo bo'ladigan bo'lsa, bizda pastdagi nomer aloqaga chiquvchi nomerlarimiz bor. Telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Faqatgina Surxondaryo viloyati bo'ylab xizmat turlarimiz mavjud. Xo'p, mana shunaqangi holatlarimizda biz chistkadan keyingi polностью terilgan holatida garantiyamiz 3 oydan 6 oygacha garantiyalarni berib o'tamiz. Buning ichida bizda almashtirgan detallarimiz, qo'yilgan narsalarimizga garantiyasi bo'ladi. Garantiyalari bo'ladi. Xo'p, agarda sizda bironta kotyol, sizdagi boshqa turdagi kotyollar bo'lishi mumkin. Baymak bo'ladi yoki Airfel, Akfa boshqa turdagi kotyollaringizda qanaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib o'tsangiz, men sizga qanday qilib muammolarni bartaraf qilishni videolarda qo'yib boraman. Oddiygina holatlarda suv zapravka qilish yoki ishlatishda shunaqangi oddiygina narsalar ham bo'lib qolishi mumkin kotyollarda. Bulaman deb hammani qo'ydi rasami, hamma takuta kingichdide. Menlarni hammasiga gaz berasmi.